Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Zelenskiyga tinchlik kelishuvini tuzishni ayting. Putin bunga tayyor. Tramp Eron Ukrainaga hujum qilish bilan tahdid qildi. Temir gumbaz yorildi. Eron va Isroil jangi yangi bosqichga chiqdi. Tramp Eron bilan urushni to'xtatish bo'yicha muloqotdan bosh tortdi. Endi esa batafsil Rossiyadagi hamyurtlarimiz diqqatiga. Rossiyada ishlab hujjatlar borasida qiynalmoqdamisiz? Biz sizga barcha rasmiy hujjatlarni taxlashda yordam beramiz. Registratsiya, продление, уведомление, трудовой договор va Turkmaniston fuqarolari uchun 1 yillik ishchi vizasi. Hammasi qonuniy, ishonchli va muhimi tezkor. Murojaat uchun hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Zelenskiyga tinchlik kelishuvini tuzishni ayting. Putin bunga tayyor. Tramp Rossiya va Ukraina o'rtasida tinchlik kelishuvi tuzilishiga prezident Vladimir Zelenskiyning kelishuvga erishishni istamasligi to'sqinlik qilmoqda. Bu haqda AQSh prezidenti Donald Trump NBC News'ga bergan intervyusida ma'lum qildi. Men Zelenskiyning kelishuv tuzishni istamayotganidan hayronman. Zelenskiyga kelishuv tuzishni ayting, chunki Putin kelishuv tuzishga tayyor. Zelenskiy bilan kelishish ancha qiyinroq, dedi Trump. Mart oyi boshida Zelenskiy Eron dronlarini tutib olishda AQSh va uning yaqin sharqdagi ittifoqchilariga yordam berishni taklif qilgandi. Bizga yordam kerak emas. Biz yordam kutadigan eng so'nggi odam bu Zelenskiy, deya javob berdi Trump. Hozirda G'arbning ayrim yetakchilari Hormuz bo'g'ozi yopilgani sababli AQSh Rossiya neftiga qo'yilgan sanksiyalarni qisman bekor qilganini tanqid qilmoqda. Trump neft inqirozi tugashi bilan Rossiyaning 2022-yilda Ukrainaga bostirib kirgandan keyin joriy etilgan sanksiyalar yana qaytarilishini aytdi. Men dunyoda neft bo'lishini xohlayman, dedi u. Trump hozircha Eron bilan urushni tugatish bo'yicha kelishuv tuzishga tayyor emasligini ham ma'lum qildi. Eron kelishuv tuzmoqchi, men esa uni tuzishni istamayman, chunki shartlar hali yetarlicha yaxshi emas, dedi u. AQSh prezidentidan shartlar qanday bo'lishi mumkinligi so'ralganida buni aytishni istamasligini ta'kidladi. Biroq u Eronning yadro dasturidan to'liq voz kechishni o'z ichiga olishini aytdi. Shuningdek, Trump Eronning yaqin sharq davlatlariga hujumidan hayron bo'lganini bildirdi. U Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar va Saudiya Arabistoniga keraksiz o'q uzilganini ta'kidladi. Eron Ukrainaga hujum qilish bilan tahdid qildi. Eron parlamentining Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbari Ibrohim Aziziy Ukraina mamlakatining qonuniy nishonga aylanganini aytdi. U bu haqda o'zining X ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida yozdi. Isroil rejimini dronlar yordamida qo'llab-quvvatlayotgan Ukraina amalda urushga aralashib qoldi va BMT nizomining 51-moddasiga ko'ra o'zining butun hududini Eron uchun qonuniy nishonga aylantirdi, dedi Aziziy. Rossiya o'z navbatida Ukrainaga qarshi urushda Eronning shahid dronlaridan keng foydalanib kelmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ukrainalik harbiylarning bunday dronlarni urib tushirishidagi tajribasiga tayanib, yaqin sharq davlatlari va AQShga harbiy texnik yordam taklif qilgan. Men shunchaki Eron 2022-yilda Rossiyaga shahidlar berganini va ruslarni ukrainaliklarni o'ldirishga o'rgatganini eslatib o'tmoqchiman, deya Eron rasmiysiga javob qaytardi Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi huzuridagi dezinformatsiyaga qarshi kurash markazi rahbari Andrey Kovalenko. Diplomatik ziddiyat 13-mart kuni Ukraina prezidentining Parijda quvg'indagi Eron valiahd shahzodasi Rizo Pahlaviy bilan uchrashishi ortidan yanada chuqurlashdi. Oradan 2 kun o'tib 15-mart kuni Zelenskiy Rossiya va Eron o'rtasidagi harbiy hamkorlikning yangi tafsilotlarini ochiqladi. Ular Eron litsenziyalaridan foydalangan holda juda ko'p miqdorda dronlar ishlab chiqaradi. Keyin esa ularni topshiradi. Menda Eron rejimi ushbu dronlarni Amerika bazalariga hamda mintaqadagi qo'shni davlatlarga qarshi qo'llagani haqida 100% dalillar bor, dedi Ukraina rahbari. Yaqin sharqdagi vaziyat fonida Isroil ham Ukrainaning tajribasiga qiziqish bildirmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Zelenskiy bilan Ukrainaning dronlarni urib tushiruvchi qurilmalari bo'yicha muzokara o'tkazishni so'ragan. Mazkur uchrashuv kelasi haftaning boshida bo'lib o'tishi kutilmoqda. Temir gumbaz yorildi. Eron va Isroil jangi yangi bosqichga chiqdi. Eron yangi turdagi raketalardan foydalanib Isroilning temir gumbaz havo mudofaa tizimini yorib o'tganini ma'lum qildi. Yaqin sharqdagi keskinlik kuchayib borayotgan bir paytda mojaro ishtirokchilari jang olib borishning yangi usullariga o'tayotganini bildirmoqda. Tehronda ma'lum qilinishicha, Eron taktikasini o'zgartirib Isroilga qarshi modernizatsiya qilingan ballistik raketalarni qo'llagan.
Ularning aytishicha, bu raketalar mavjud havo mudofaa tizimlarini yengib o'tish qobiliyatiga ega. Eronning Tasnim axborot agentligiga ko'ra, uchirilgan raketalarning 90% dan ortig'i nishonlarga yetib borgan. Shuningdek, Tehrondagi rasmiy operatsiya davomida Isroilning temir gumbaz havo mudofaa tizimidagi zaif nuqtalar aniqlanganini bildirgan. Eron parlament spikeri Muhammad Boqir G'alibovning aytishicha, eronlik harbiylar qamrov radiusi 5000 kilometrgacha bo'lgan Amerika radarini ishdan chiqargan. Biz ularning havo mudofaa tizimidagi zaif nuqtalarni to'liq aniqladik. Sizlar 5000 kilometr masofagacha qamrovga ega radarning zarar ko'rganini va ishdan chiqqanini ko'rdingiz. Bu mintaqada joylashgan AQSh havo mudofaa tizimlaridan biri edi, dedi G'olibov. Tehronning ta'kidlashicha, mojaroning ilk kunlariga nisbatan raketalar uchirish soni kamaygan, ammo zarbalar samaradorligi oshgan. Tehron o'z navbatida asimetrik taktikadan foydalanayotganini, ya'ni AQSh va Isroil armiyalari bilan to'g'ridan-to'g'ri to'qnashuv o'rniga zaif nuqtalarni topish va aniq nishonlarga zarba berish strategiyasini tanlaganini ta'kidlamoqda. Tramp Eron bilan urushni to'xtatish bo'yicha muloqotdan bosh tortdi. AQSh Yaqin Sharqdagi ittifoqchilarining urushni to'xtatishga qaratilgan diplomatik sa'y-harakatlarini rad etdi. Bu haqda vaziyatdan xabardor 3 ta manba Reuters agentligiga ma'lum qildi. Eron ham hujumlar to'xtamaguncha muzokara olib borishning har qanday imkoniyatini rad etmoqda. Tehron rasmiylari bir nechta davlat vositachilikka urinayotgani, biroq hozircha hech qanday natija yo'qligini ta'kidladi. Washington va Tehronning muzokaralarga qiziqish bildirmayotgani mojaro uzoq davom etishidan dalolat beradi. Bu esa tinch aholi orasida talofatlar ko'payishiga, Hormuz bo'g'ozining yopiq qolishi esa jahon bozorida neft narxining keskin ko'tarilishiga olib kelmoqda. AQSh 13-mart kuni Eronning asosiy neft eksport markazi Xark oroliga zarba berdi. Ushbu hujum Trampning harbiy bosimni davom ettirish borasidagi qat'iyatini namoyish etdi. Eronning yangi oliy rahnamosi Mojtaba Xomanaiy Hormuz bo'g'ozini blokadada ushlab turishga va'da berdi. U qo'shni davlatlardagi AQSh obyektlariga hujumlar kuchaytirilishidan ogohlantirdi. Urushdan avval vositachilik qilgan Ummon aloqa kanallarini tiklashga bir necha bor urindi, biroq Oq uy bunga qiziqish bildirmadi. AQSh rasmiylarining so'zlariga ko'ra, Tramp ayni damda Tehronning harbiy salohiyatini maksimal darajada zaiflashtirishga e'tibor qaratgan. U hozir bunga qiziqmayapti va biz harbiy missiyani davom ettiramiz, dedi rasmiy vakil. Urushning birinchi haftasida Tramp o'zining Truth Social platformasida Eron rahbariyati muloqot qilishni istayotgani, lekin juda kech ekanini yozdi. Shunga qaramay AQSh prezidentining kutilmaganda o'z pozitsiyasini o'zgartirish odati diplomatik yechim ehtimolini butunlay istisno etmaydi. Eron otash kesim uchun hujumlarni to'xtatish, xavfsizlik kafolatlarini berish va yetkazilgan zarar uchun tovon puli talab qilmoqda. Eron tomoni AQSh va Isroil havo zarbalarini to'xtatmaguncha hamda Tehronning shartlarini bajarmaguncha muloqotga kirishmasligini bildirgan.